ota-onangizni umraga jo'natyapsiz, lekin ba'zi holatlarda yosh kattalik, charchoq, shunga o'xshagan holatlar, ba'zi holatlarda oyoqlari og'riydi. Shunaqa holatda umraga kelishganda qanaqa harakatlanaman deb o'ylayapsizmi? Makka ga kelishganda bizani Safar Travel xodimlarimiz kutib olishadi va undan keyin tashqaridan arava xizmati yollaydigan xodimlar bo'ladi. Ularni chaqirib mana shu joyda kutib turishadi. Bugun sizlarga ikki xil holatda tushuntiramiz. Birinchi holatda tashqaridan aravachilar kelishadi. Ma'lum bir miqdor evaziga ularni mehmonxonadan olib, haramga olib borib, umra amalini bajartirib va yana mehmonxonaga tashab ketishadi. Ikkinchi holatda esa agar siz o'zingiz olib kelgan bo'lsangiz, haramga borib, ana shu joydan aravani olib, o'zingiz umra amalini bajartirsangiz bo'ladi. Keyingi videoni tomosha qilib tursangiz, haramdan qanaqa tekinga arava olishlikni ko'rsatib ketaman. Doim aytganimizdek, Safar Travel va Safar Travel xodimlari doimo sizlar bilan yelkama-yelka.